Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunli xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurshid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunli xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. 12 fevral Shveysariya Federatsiya hökuməti Xitoyning Shveysariyadagi Tibet va Uyg'urlar qaratgan nazar taqidagi cho'ng hajmlik dokladini e'lon qilgan. Federatsiya hökumət torbitida Federatsiya Kengashi Shveysariyadagi Tibet va Uyg'urlarga oid dokladni tasdiqladi. Shveysariyadagi Uyg'ur va Tibet ko'chmanlari Xitoyning chegara sirtidagi bostirishlarga uchragan deyilgan. Shveysariya parlamenti Federatsiya Kengashiga Xitoyning Shveysariyadagi Tibet va Uyg'urlarni bostirishni tekshirishga chaqiriq qilg'ili 4 yil bo'lgan bo'lib, bu jarayonda ham Dunyo Uyg'ur qurultiyi ko'p qitimlab Shveysariya hukumat amaldorlari bilan suhbat olib berib, Basel universitetidagi Xitoy ishlar mutaxassisi Ralf Weber tarafidan tayyorlangan mazkur dokladning e'lon qilinishini talab qilgan. Ammo Federatsiya Kengashining Xitoy bilan bo'lgan erkin savdo kelishimini uzartish orzusi sababidan dokladni e'lon qilish kechiktirilgan edi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi boshchiligidagi kishilik huquq tashkilotlari va Shveysariya matbuotlarining chaqiriqlari hamda yaqinda Shveysariya axborotlarida Xitoyning chegara hal qilgan bostirishlarga munosabatli xabarlarning chiqishi bilan bu tema qaytadan qiziq nuqtaga aylangan. Natijada kishilik huquq tashkilotlari va axborotlarning besim bilan Federatsiya Kengashi 12 fevral bu dokladni e'lon qilgan. 3 fevral Shveysariyadagi Anchon gazet Tages Anzeiger Shveysariyada turishliq jurnalist Habibullah Izchining tahdidga uchrash ahvoli va uning BDTda Xitoy vakillari tomonidan to'sqinlik uchrashi nazorat qilinib rasmga tortilishi haqidagi xabarni e'lon qilib, hukumatni mazkur dokladni e'lon qilishga chaqiriq qilgan. Orqadilla bu xabar Shveysariyaning 20 minut, Now, Watson qatorliq cho'ng gazetlar va ondan ortiq taratqush tarafidan ko'chirib tarqitilib, hukumatni bu dokladni e'lon qilishga chaqiriq qilgan va hukumatni Xitoyning Shveysariyadagi chegara hal qilgan bostirish haqidagi dokladni e'lon qilishni kechiktirganlik sababidan tanqid qilgan edi. Shveysariya Federatsiya Kengashining bu doklad haqida torbetida e'lon qilgan axborotida Shveysariya doiralarining davlat va xalqaro allaqachon davlat hal qilgan bostirishining oldini olish uchun yo'l qo'yayotgan tadbirlarni o'ttirib qo'yib, oldini olish, moslashtirish va ongliqlikni oshirish qatorliq bir qator qo'shimcha tadbirlarni tavsiya qilib, mas'uliyatni oydinlashtirish va davlat hal qilgan bostirishga taqobil turishdagi mavjud qoida prinsipining unumini tekshirish, federatsiya, o'lka va shahar darajalik davlat hal qilgan bostirish bilan munosabatli barliq organlarni sezgirlashtirish kerak. Shundoq bo'lganda, ular bu xil faoliyatlarni farqlantira oladi va ularga yetarli javob qaytara oladi. Federatsiya Kengashi bu doklad bilan Davlat bexatarlik Kengashi Tashqi siyosat komitetining 20 cheket 4333 nomerli qarorini o'rindadi. Federatsiya Kengashi 21 cheket 3423 nomerli savolga bergan javobida bu dokladda Shveysariyadagi Uyg'ur millatidagilarning ahvoliga diqqat qilishga qo'shildi deb yozilgan. Dokladda yana Xitoyning chegara hal qilgan bostirish siyosatining bir o'rnak sifatida Uyg'urlarga Shveysariyada o'tkazilgan namoyishlarga chiqishi va u yerdagi Uyg'urlarni rasmga tortishi, bo'libmi Dunyo Uyg'ur qurultiyining faoliyatlaridan to'liq xabardor qilish uchun besim va tahdid ishlatishining to'liq yozilishi kuzatuvchilarning alohida diqqatini qo'zg'agan nuqtalarning biri bo'ldi. Xitoyning chegara hal qilgan bostirishlarning ziyonkashligiga uchirg'uvchilardan biri Dunyo Uyg'ur qurultiyi Sahiya komitetining mudiri va Shveysariya Uyg'ur jamiyatining sobiq raisi Andili Qaraxon apandim bu dokladning e'lon qilinishining orqasidagi yillarcha ilib berilgan untinsiz xizmatlar va yaqinqi bir hafta ichida Shveysariya matbuotlarida ilib berilgan Xitoyning chegara hal qilgan bostirishlar haqidagi xabarlar haqida to'xtalib, o'zining ayni vaqtda bu doklad uchun ma'lumotlarni berganligini bildirib, mundaq dedi. Shveysariya davlatlik federal hukumatining bu tadqiqot natijasini e'lon qilishi va buningda Uyg'urlarning haqiqatan Xitoyning chegara olgan boshtirish siyosatiga duchor bo'layotganligining e'tirof qilinishi bizning uchun haqiqatan o'tirg'i chiqishi, ya'ni Xitoyning abdubashirisining taxmin ilgirgan bir holda ichib berilganligining namoyandasi bo'lamiz. Shveysariyada Jeneva Birlashgan Millatlar Tashkilotining o'rnashgan shahri va uning uchun nurg'ulg'an faoliyatlarni ilib bordik. Bu faoliyatlar jarayonida Xitoy hukumati vositalik va bevosita holda nurg'un tahdidlarni ilib bordi. Bu yerda turayotganlarimizga telefon orqali vositalik bevosita tahdidlarni ilib bordi. Ya'ni buning bilan bizni bu Sharq Turkiston Uyg'ur davosidan voz kechishga, buningdan yaltishga, majburlashga urinib kelyapti. Ilib borgan namoyish bu jarayonda Xitoylarning rasmiy tatqan, istinolga olgan ahvollarini aytib ko'p. Ya'ni u yanimizda yandan o'tib ketib qolgan bu rasmiy tatqan va yoki bu Uyg'urlarni Xitoy hukumatiga yo'llab bergan
bilan sanoqsiz ahvollar bor. Bu ahvollarni biz shu sari munosabatlik o'rinlar bilan bu ishlar to'g'riliq, ya'ni Xitoylarning bu parakanchilik to'g'riliq va buning to'xtatilishi, to'silish uchun, buning cheklanish uchun qanday tirishchiliklarni olib borgan bo'lganligi haqida talablarimizni o'tirib qo'ydik. Mazkur dokladda Xitoyning Shveysariyadagi siyosiy faoliyatchilarni sistemlik ko'zatadiganligi, suratga tortadiganligi va ba'zan kishilarning bevosita tahdidga uchirganligi ham tor hujumi va aloqa faoliyatining nazorat qilinganligidek faktlarmi bor deyilgan bo'lib, Xitoyning chet ellardagi Uyg'ur, Tibet ko'chmanlarini davomli kuzatish va ularni Xitoyga aldab yoki majburiy qaytarish, josuslik zo'rlash, psixologiyalik besim va tahdid paydo qilib, muhojiratga jamoatni bostirish haqidagi Xitoyning har xil hiyla-mikr va nayranglari ichib berilgandan boshqa yana Uyg'urlarning 1960-yillardan keyingi chet elga ko'chish ahvoli, bu ko'chishlarning izchil turda har xil yo'llar bilan davom qilganligi, 2009-yildagi 5-iyul Urumchi qirg'inchiligidan keyin Uyg'urlarning chet elga chiqishining taslashganligi, ammo 2012-yildan 2016-yilgacha bu ko'chishning yuqori saviya yaratganligi, 2017-yildan boshlab jazo lagerlarining oshkor bo'lishi bilan bir vaqtda bu ko'chishning to'xtaganligidek jarayonlarmi inchkilik bilan analiz qilingan. 12 fevral kuni Myunxen shaharlik hukumat tarmoqlari tarafidan Gasteig Universiteti madaniyat markazida o'tkazilgan ona til so'ygisi faoliyatiga Uyg'ur til va madaniyat tadqiqotchilari hamda markaziy Myunxen shahrida bo'lgan Germaniya Uyg'ur madaniyat va ma'rif birligi tashkilotining o'qituvchilari ham o'quvchilari qatnashib, qimmatli leksiyalar, mo'l mazmunliq san'at nomerlari bilan tomoshabinlarning kuchli olqishlariga erishgan. Faoliyat muqaddimasida Uyg'urlarning navbatdagi fojialik taqdiri haqida ma'lumot berilib, Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga yurgizayotgan bostirish siyosatlari tonishtirib o'tilgan. Shuning bilan birga Yevropa Uyg'urlarining markaziga aylangan Myunxen shahridagi Uyg'ur jamoatining yo'qolishiga yuz tutayotgan ona til va madaniyatni qo'g'dab qilish yo'lida ko'rsatayotgan tirishchiliklari bayon qilingan. Taklifga binoan Germaniya poytaxti Berlindan kelgan Uyg'ur tili va madaniyat tadqiqotchisi Dr. Ablat Samat apandi oldi bilan faoliyat ishtirokchilariga Uyg'urlarning 1759-yildan buyongi tili, madaniyati, urf-odatlari va tarix haqida atrofli tushunchalar berib o'tgan. Uning leksiyasi kishilarda zo'r qiziqish paydo qilgan va turli savollarning o'tirib qo'yilishiga sabab bo'lgan. Doktor Ablas Samat apandi bu haqda oldi bilan German fuqarolarining Uyg'urlarga bo'lgan alayda qiziqishlaridan ko'p ta'sirlanganligini tilga olib, Uyg'ur tilining bu so'rinda Uyg'ur san'ati orqali namoyon qilinib, nihoyat yaxshi ta'sir yaratganligini, Uyg'ur tilini mangu qo'g'dab qilishning muhim ahamiyatlarini ta'kidladi. Faoliyat jarayonida Germaniya Uyg'ur madaniyat va ma'rif birligi tashkilotining o'qituvchilari ham o'quvchilari Uyg'urcha naqshlarni aytib, tomoshabinlarning diqqatini jalb qilgan. Faoliyatda Uyg'ur chalg'u asboblari va bosh kiyimlarining o'rnaklari ko'rgazma qilingan. Germaniya Uyg'ur madaniyat va ma'rif birligining raisi Farida xonim bu vaqtda to'xtalganda, bu xildagi faoliyatlarga qatnashishdagi maqsadning Uyg'ur milliy kimligini nemislar ham bu yerda yashayotgan boshqa millatlarga taxim ilgirlab tonitishdan iborat ekanligini eskartdi. U yana ba'zi faoliyat ishtirokchilarining Uyg'urlarning vatanda hozirmi ham Uyg'ur tilining qo'llanishi qarta cheklim bor yo'qligi haqida turli savollarni so'rab, Uyg'urlarning navbatdagi vaziyatidan ma'lumotlar istaganligini bildirdi. Doktor Ablat Samat apandining o'z leksiyasida Germaniya sayyohlarining 19-asrlarda Sharq Turkistonni ziyorat qilib, Uyg'ur tili ham madaniyatining dunyoga tonilishi uchun qo'shgan tuhfalar to'g'risidagi bayonlari, shundaqla qadimiy Uyg'ur tili bilan nemis tilining ba'zi bog'lanishlari haqida o'tirib qo'ygan fikrlari German fuqarolarida texmi zo'r qiziqish paydo qilgan. Amerika davlat mudofaa ministri Pete Hegseth chorshanba kuni, ya'ni 12 fevral Amerikaning NATO ittifoqdoshlarini Xitoy tahdidining realligi haqida ogohlantirib, Yevropa bexatarligiga yevropaliklarning yetakchilik qilishi, Amerikaning diqqatini Xitoyga markazlashtirganligini bildirgan. Pete Hegsethning Belgiyada o'tkazilgan Ukraina mudofaa aloqa guruhining yig'inida qilgan so'zida ta'kidlashicha, Xitoy realligi va chegara tahdidi Amerikaning bu davlatlar uchun bexatarlik kapolatchisi bo'lishiga to'sqinlik qilmoqda ekan. Pete Hegseth yig'inda Yevropada turishliq Amerika qismlarining qisqartilishi mumkinligini qayd qilgan bo'lsa-mu, ammo u keyinroq Amerikaning Yevropada turishliq qismlarini darhol qisqartish plani yo'qligini aytgan. Shuningdek, NATO ittifoqdoshlarining harbiy salinmini 5% chiqarishni chaqirgan. Pete Hegseth Belgiyadagi Ukraina mudofaa aloqa guruhining yig'inida mundaq degan: "Biz o'zimiz chegara bexatarligiga markazlashyapmiz. Biz yana vatanimiz va bizning Hind okeanidagi negizlik davlat manfaatimizga tahdid silish qobiliyati va niyati bo'lgan kommunistik Xitoyga o'xshash raqiblarimizga duch kelmoqdamiz." Pete Hegseth yana mundaq degan: "Amerika Tinch okeanda Xitoy bilan urush portlashining oldini olishdagi hayva qilg'uchi kuchini oldin qo'ringa qo'ymoqda.
reallıqdagi yetersizliklarni e'tirof qilish va selamini tangshab, hayva qilish kuchining o'ngsizlik uchirmasligiga kapolatlik qilishdir. Hayva qilish kuchining o'ngsizlik uchirishiga bo'lmaydi. Bu Pete Hegsethning Amerika davlat mudofaa ministri vazifasiga o'tirgandan beri uning NATO bosh shtabi turishliq bir yo'sillik qilgan tunji ziyoratidir. Shuningdek, bu bir Amerika davlat mudofaa ministrining tunji qatim Yevropa bexatarligi va Amerikaning kuchini Hind Tinch okean rayonida Xitoyga markazlashtirganlik haqida keskin ifodalarda bo'lishidir. Pete Hegsethning qayd qilishicha, Amerika NATOga a'zo bo'lishni muzokara orqali erishgan amaliyotchan bir natija deb qarmaydi ekan. U yana Ukrainaga avatildigan Yevropa tinchlik saqlash qismi NATOning nomidan bo'lmasligi va bu NATOning 5-moddasiga kirmasligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, NATO ahdnomasining 5-moddasida uning a'zo davlatga hujum qilish, hammaga hujum qilganlik deb hisoblandi ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keng qitimliq sonimizgacha ko'rishkish omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.